inson bu hayotda yashar ekan, nimadandir zavqlanib, nima bilandir shug'ullanib hayot kechiradi. Assalomu alaykum, yonimizdagi odamlar ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Biz kundalik turmushimiz davomida turli kasbdagi fuqarolarga, kishilarga yuzlanamiz, ularga duch kelamiz. Bugun aynan Izboskan tumanidamiz, Guzar mahallasida. Bu joyda istiqomat qiluvchi Fotimaxon opa Usmonovaning faoliyati bilan bir qiziqdik, chunki Fotima opa o'zi gullarga qiziqadi, gullarning shaydosi. Bu yil esa aynan ipak qurtini o'zgacha bir kayfiyat bilan, o'zgacha bir shart-sharoitlarda parvarish qilmoqda. Hozir ular bilan suhbatlashamiz. Qiziqarli suhbati albatta sizlarga ham yoqadi degan umiddamiz. Fotima opani xonadoniga kelganimizda aynan ularni ish ustida ko'rdik. Fotima opa, assalomu alaykum. Kepsizlar, yaxshimisizlar? Hozir demak, uyingizda ipak qurti parvarish qilinyapti va siz ularga demak ozuqasini tayyorlayapsiz-a? Birinchi ishimiz shu bo'ladi. Saharda borishib daladan yangi baklar olib kelishadi, keyin shunaqa butab tayyorlab, salqin xonasi bor, alohida saqlaydigan xonamizda saqlaymiz, keyin birin-ketin yediramiz. Qiyin emasmi ish jarayoni? Endi qiyinchiligi ham bor, hali o'zimiz qiziqqanimiz uchun bilinmaydi. O'ziga yarasha zavqi bor. Fotima opa, o'zi sizni bilamiz, aynan gullar parvarish qilar edingiz, to'g'rimi? Gullar shaydosisiz. Aynan gulga qiziqish o'zi qachon boshlangan edi? Bizning xonadonimiz o'zi hamma go'zallik shaydosi. Gullarni yaxshi ko'ramiz, tabiatni yaxshi ko'ramiz. Gulga qiziqishi bolaligimda onamdan o'tgan bo'lsa kerak, xonadonimizda doim gullar bo'lardi. Bu yoqqa kelin bo'lib kelganimdan keyin shular ko'chirib kelganman-da. Hamma gullar sotgansiz. Qo'yganni o'zimiz mana qo'limiz bilan qilyapmiz, ulaymiz, ko'paytiramiz. O'sha suhbatimizni keling, shu gullaringizni yonida boshlasak bo'ladi, davom ettirsak. Fotima opani xonadoniga kirgan kishini kayfiyati ko'tarilib ketishi aniq, chunki mana shunday chiroyli manzaralar, gullar, ajoyib ekzotika sizni o'ziga jalb qilmasdan qolmaydi. Fotima opa, mana yuqorida ham aytdik, aynan gulga qiziqishni oiladan boshlangan deb. Bu yoqqa kelganingizdan keyin, bu xonadonga kelin bo'lib tushganingizdan keyin sekin astalik bilan hamma joyni gul gulzorga aylantirishni boshladingiz-a? Shunaqa bo'ldi. Nimalardan boshladingiz? Nima, qanday fikrlar, turmush o'rtog'ingiz nima dedi? O'z turmush o'rtog'im ham o'tib ketgan qaynakantalarim bo'lsa gulni yaxshi ko'rishardi. Keyin bu gulni olib kelib men ekishni boshlaganimdan keyin ular ham qo'shilishib, bu ham chiroyli ekan, bu ham chiroyli ekan deb olib kelishga, shu bilan ko'paytirib yuborganmiz. Keyin nima deydi, hayotda biznesga aylantirdik, ko'payib ketganikiz, bunga sotdik, sovg'a qildik. Qanaqa gullar parvarish qildingiz? Asosan palmalar qilamiz biz. Hali ham chidamli, ulgisangiz bo'ladi. Nozik gullarni o'zimiz uchun ko'paytiramiz, sovg'aga beramiz. Palmalarni qanday ko'paytiriladi? Qanday urug'idan ekiladimi? Qanaqa jarayon haqida gapirib bering? Palmalar urug'idan ekiladi. Asosan shu urug'ini undirib qo'yganingizdan keyin alohida tuvakka ekamizda, keyin kattalashgan sari katta-katta tuvakka olaveramiz. Keyin har doriga qarab, kimdir kichikda xohlaydi, kimdir kattani xohlaydi, shunaqa qilib. Uni sizdan olib ketgandan keyin ham ular so'rab kelishadimi? Qanaqa parvarish qilaman yoki nobud qilib qo'ygan bo'lishi ham mumkinmi? Men o'zim gulni yaxshi ko'rganim uchun so'ramay turib, "Bu bunaqa gul nozik" deb hali tushuntiraman. Berishdan oldinlar tushuntiraman. Shu o'rinda palmalar haqida ma'lumot berib o'tib keting. Ularga qanday parvarish zarur bo'ladi? Palmalarda rosa turi ko'p. Qishga chidamlisi bor, chidamaydiganlar bor. Shularni nima deydi, qanday o'raladi yoki buni o'ramasa ham o'saveradi. Shular xarakteriga qarab ekamizda, joyiga qarab ekamiz. Alohida o'g'itlari bormi? Nimalar qilish? Ha, o'g'itlari. Hamma gulni o'zini alohida o'g'iti, o'zini tuprog'i bo'ladi. Qaysidir gulimiz suvni yaxshi ko'radi, qaysidir umuman suvni yoqtirmaydi. Hozir biyagumuz chiqib qolgan, bizga qulaygina biyagumizga ekamiz. Turflarga ekamiz. Shunaqa ular salqin, ola salqinda turadigan gullar bor. Quyosh sevadigan gullar bor. Gullar juda ko'p. Qaysi paytda ekiladi? Mana palmani qaysi paytda, qish paytida tayyor qilasizlarmi, qaysi davrda? Yo'q, biz ko'proq fevralda, kuzda ekamiz. Keyin qishi bilan tayyorlanib, kech chiqadigani bor, erta chiqadigani bor. Shunga qarab ko'paytiraveramiz. Mana bundan tashqari ko'ryapmiz, atirgullar ham juda ham ko'p, turli turlari, geralarimiz ko'p. Ular haqida ham gapirib bering.
Atirgul meni eng sevimli gulim. Masalan, shu qora shahzoda deydi shu atirgulimizni. Uni yana boshqa gullarga qo'shib mana bilayin deb oldim o'zimcha. O'sha gul bitta shoxda 3 xil gul ochilib turibdi. O'zim ulayman, o'zim ko'paytiraman. Mana qiziqas ayol kishi bo'lsangiz, ha, endi gul o'zi ayol kishiniki, uni qiyin mehnati ham bilinmaydi. Asosan mayda, avgustda ko'paytiramiz. Ulaymiz. Yangi nav chiqadi shunda. Chiqadi. Ash qora shahzodaga pushti gulim ekuvdim, bilayin chiqdi, uni ochilib turibdi ham. Necha xil turdagi atirgullaringiz bor hozir xonadoningizda? Voy, sanamagan ekanman, lekin ko'p. Mana geranlarimizni ham ko'ryapmiz. Buni ham oson deyshadi, lekin o'zim ham parvarish qilib ko'rganman. Unaqa oson emas, nobud qilib qo'yish narsa emas, to'g'rimi? To'g'ri. Qanaqa turlari bor? Ularda nimalar? Geranlarimiz shu yerda o'zida bir 10 xil turi bor. Geranni juda turi ko'p ekan. 100 qancha ham turi bor deyishdi. Men ulgurganimcha olib kelib, geranni vaqtini bilsangiz, turpog'ini to'g'ri tayyorlasangiz, tanlasangiz. Qiyin emas, oson. Oson, lekin turpog'ini to'g'ri. Shunday shoqidan suv qo'ysa ham ko'karaveradi, tomir o'tirsa ham bo'laveradi. Asosan mehr kerak. Mehr kerak, gulga ayniqsa ayol. Ko'pchilikka beraman, birovga bormaysa o'ltib qo'yishadi. Mehr kerak deb o'ylayman. Bir yil qishdan juda qiyin chiqdik. Gullar boladek qaradik, uyimizga olib kirib olib, atrofimizga qo'yib olib, Xudoga shukr, hammasi o'zimizga yarasha turibdi, saqlab oldik. Mana yuqorida gaplashganimizda aytingiz, bundan tashqari mevalarni ham ular ekansiz, to'g'rimi? Qanaqa mevalar bor bog'ingizda? Bu yil anamal sovuq deyishdi, uzumlar qarang, hammasi qurib ketdi-da. Keyin mana yangi qolgan novdalariga endi boshqa turlarni qo'yaylik, bir xildan zerikdik dedi-da, mana shu uzumimga hozir 3 xil gul uzum uraganman. Mana 3lab qoldi, ko'rinib turibdi. 20 kun bo'ldi, уже bak chiqarishni boshlayapti. Shu bitta shoxda 3 xil uzum bor. Yana qanaqa mevalar ulaysiz? Gilos, olma, shaftolini, bodomlarga ulaymiz. Nima qo'limizga kirsa olaveramiz. Mana o'z pensiya yoshiga chiqdingiz, to'g'rimi? Lekin shunga qaramasdan mehnat qilyapsiz. Bugun shunaqa insonlar borda, mehnat qilishni xohlamaydigan, biroz nima desam ekan, davlatdan nimadir yordam kutib o'tiraveradigan, ularga nima degan bo'lardingiz? Men-chi ularga maqtanmayman, ham ko'p gapirmayman. Alloh, men senga hayotni beryapman, bandam. Xohlagancha yasha, xohla gullatib, yashnatib yasha, xohla qiynalib yasha degan ekan. Biz shu yo'l tanladik. Tan jonimiz sog' bo'lsa, bundan keyin ham mehnat bilan yashaymiz, xudo xolasa. Odam kam bo'lmaydi. Kam bo'lmaydi. Maza qilasiz. Keling, otangiz, onangiz haqida eslasak, ularning qaysi o'gitlari yoki qaysi tarbiyasi sizni bu hayotda mana shunday mehnatsevar, tabiatni sevadigan, go'zallik shaydosi bo'lishingizga turtki bo'lgan deysiz? Ota-onammi? Ularda har bir so'zi bitta o'gitdi-da. Shu qurt boqish ham biz bolalikda qurtni ichida katta bo'lganmiz-da. Yana o'zimga kelib mana boshladim. Shularda har bir so'z esimga tushadi. Bizga birinchi o'rinda kechirimli bilan mehnat o'rgatishgan. Qo'yaver bilan shu yerga kelganmiz. Birov bilan ishimiz yo'q. Faqat go'zallik bilan yashaymiz, o'zimiz oilamiz uchun. 50 yoshdan keyin atrofdagilar uchun yashaysiz ekan. Qudanda, bola-chaqa, ayniqsa nabiralar uchun yashaymiz. Alloh rahmat qilsin, ota-onamdan juda ko'p narsa o'rganganmiz. Qolorsa bitta qaynotalarim kamini o'rgatishgan. Shunaqa yaxshi insonlar bilan katta bo'lganmiz. Onangiz qaysi xislat sizga o'tgan deb o'ylaysiz? Hamma meni onamga o'xshatishadi-yu, bilmayman, mehribonsiz deyishadi, sog'inishadi. Jiyanlarim ham buvimni ko'rgandek bo'lamiz deb kelishib, xabar olib yurishadi. Endi qiz bola onaga o'xshaydi-da. To'g'ri. Qarang, mana biz bu yoqqa kelishimizga asosiy sabablardan biri gullaringiz haqida gaplashganmiz, avvallari ham bilganmiz, lekin bu yil o'sha ipak qurtini parvarish qilyapsiz va parvarishda aytishdiki, aynan maqom yo'nalishdagi kuylarni kuylab parvarish qilyapti. Hatto buni o'sha qurtlari ham sezib, his qilib turibdi deyishdi-da. O'zi keling, oilangiz haqida gaplashib turibki, u yoqqa o'tsak bo'ladi. Oilamiz, Xudoga shukr, 3 ta qizim bor. Bitta o'g'lim kenjasi, uchala qizni uzatganmiz joylariga, hammasi farzandli, o'qimishli, yaxshi joylarda ishlashyapti, ziyoli oilalarga tushgan qudalarim ham bordi, keldi qilamiz, ajoyib insonlardan qudalarimiz ham. Kenja o'g'lim san'atga qiziqdi. O'zi menda san'atga qiziqish juda ham katta. Dadasi mendan ham yaxshi qiziqadi. Shu boshidan boshlaganmiz. Bolani muzikalniga olib borardik, yaxshi ustozlarga berganmiz. Maqomni tanladi. Yosh bo'lsa ham
maqom yo'lini tanladi. Kelinim ham san'atkor. Muzika maktabida o'qituvchi pianino chaladi, o'quvchilar bor, uyga kelib mashg'ulot qilishadi. Bizning uyda doim muzika yayrab turadi. Shuning uchun pilla demak o'sha ipak qurtlaringiz ham aynan sezishadi bu narsani. Keling, shu ipak qurtlar haqida gaplashamiz o'sha joyning o'zida. Uning mo'jizalaridan biri bu ipak qurtlari desak mubolag'a bo'lmaydi. Juda ham kichkina bo'lgan ipak qurtlari vaqt o'tishi bilan kattayadi. Bundan tashqari o'sha biz kutgan pillalarni o'rashni boshlaydi. Hozir qanaqa parvarish qilish haqida Fotima opadan yana ham yaxshiroq bilib olamiz. Fotima opa, mana ipak qurtlaringiz, mana hammani qiziqtirgan ipak qurtlari. Bular haqiqatdan mo'jiza ekan. 5 marta uxlashar ekan. Qorni to'yishi bilan uxlaydi ekan. Shunday qatib keyin uyg'onishganda ovqat beramiz, barkini beramiz vaqtida. Soati bilan bermasangiz, mana istab pastga tushib ketishib qoladi. Endi hozir 5-uyqusidan uyg'onib 4 kun yeyishdi, yana 4 kun yesa, pilla urashni boshlashadi. Xudo xolasa. Mana buni kichkinalikdan parvarish qildingizda, birinchi dastlabki kunlarida o'sha barglarni maydalab beriladimi? Ha, birinchi kunlarda bittali ugra kesgandek qilib kesib beramiz. Bular shunda ham yuradi. Menimcha shu mana diametri kam bo'lsa tezroq borib yeyishga to'g'ri keladi shekilli deb o'yladim o'zimcha. Keyin shoxlab beramiz. Hozir dastasi bilan beryapmiz. Ulgurishmay qoladi. Birpasda yeb qo'yishadimi? Yeb qo'yishadi. Buni pilla o'rashga tayyor ekanligini qayerdan bilsa bo'ladi? Pilla o'rashga tayyorligini mana tepasida 7 ta 8 ta bo'g'imlari bor. Mana hozir men teng yarim 4 tasi oppoq bo'lib qoldi. Shular shu yergacha kelib oppoq bo'lib o'zlari ovqat yemay qo'yishadi. Keyin 1-2 tasi o'rab ham qo'yadi. Endi tezda bostirib yuboramiz tayyorlagan dasta. Demak unda dastalarimiz bor. Endi shunga ham bilmay innovatsiya qilmoqchiman. Tuxum kletkasi bor-ku. Ham tabiiy narsada shu bilan bostirmoqchiman. Tuxum kletkasiga pillalar tayyor. O'raydi, tayyor o'raydi. Shuni planlashtirib turibmiz, xudo xolasa. Dastalar ham tayyorlab qo'ydik. Yo, avval hayotimda ko'rganman, yopib qo'ygan dasturxoningizni ham o'raveradi-da. Undan ko'ra kletkani o'zi tayyor. Shuni shoxlar dastalar ustiga qo'yib qo'yib berkitmoqchimiz shuni. Lata bilan emas, kletka bilan. Unda tayyor bo'lib chiqadi o'zi, yangilik bo'ladi. O'zi qanchadan beri shunaqa ipak qurt tutasiz? Yangi tutdingiz, menimcha yoshligingizdan keyin birinchi martadan bu? Yoshligimdan, bolaligimizda ko'zim pishib qolgan, tutganmiz, bilamiz yo'llar nima qanday parvarish qilishini. Endi bu yil shunaqa qiziqib qoldim hammamiz. Keling endi mana hammamiz kutgan o'sha ipak qurtlariga aytiladigan qo'shiqlaringizni tomoshabinlarimiz ham kutyapti-da. Qaysi qo'shiqlarni aytib berasiz bularga? Voy. Bu edali kayfiyatimga qarab desam, ba'zida shoshib qolamizda, sho'xrog'idan aytaman. Yo'q, xotirjamki, men hozir qorni ochdi bularga, barq berishimiz kerak-da. Bunaqa paytda tez-tez aytaman. Xuddi bular meni kutib turganga o'xshaman. Qo'li shunday qilsangizlar boshini ko'tarishadi-da. Hamma yo'lda sezadi bular. Mana qarang. So'rashyapti ovqatini. Keling qo'shiq aytib, bo'lmasam ularga ovqatini bersak bo'ladi. Birinchi aytib berasizmi, keyin berasizmi? Yo'q, berib yurib aytaman. Bo'ldi, bo'lmasam hozir qurtlarimizni o'sha ovqat yeydigan payt yaqinlashgan. Biz bularni ko'p kuttirmoqchi emasmiz. Fotima opadan esa qurtlarga o'sha ovqat berish jarayonida qo'shiqlarni ham yozib olamiz. Ko'zda yoshim vodarik tutolmasdan yig'layman. Ko'zda yoshim vodarik
tutolmasdan yig'layman. Uzun chuqur ekan g'am ariq, o'tolmasdan yig'layman. Chuqur ekan g'am ariq, o'tolmasdan yig'layman. U qirg'oqda jayronim, bu qig'doqda cho'kib jonim. U qirg'oqda jayronim, bu qirg'oqda cho'kib jonim. Kuyib kuydim netay kim, yetolmasdan yig'layman. Kuyib kuydim netay kim, yetolmasdan yig'layman. Ko'ngil berdim, ko'ngil deb, ko'ngil aro ko'ngil deb. Ko'ngil berdim, ko'ngil deb, ko'ngil aro ko'ngil deb. Ko'ngil uzib, ko'ngildan ketolmasdan yig'layman. Fatima opa, mana o'sha qurtni oxirgi pilla qilish uchun bostirishdan oldin, ya'ni yopishdan oldin an'analar borda, to'g'rimi? Qanaqa an'analar ular? An'analarimiz mana birinchi shu mahallada katta yoshli odamlar olib kelib duo olamiz. Shuncha qilgan mehnatlarimizga biz ham rozimiz. Sizlar ham chiroyli qilib o'rab beringlar deymizda, haligi charchab qolmasligi uchun quymoq pishirishadi. Quymoq o'sha bostirayotganlar, qarashayotganlar hammasi avval quymoq yeb olish kerak. Keyin bularga ham bo'g'irsoq deymiz. Pishirib, cho'pakka ilib, mana burchaklarga qo'yib chiqamizda. Shu bo'g'irsoq deb bo'ldi, mulodim sog'lom qilib o'raylar degan ma'noda bo'lsa kerak. Keyin bostirishni boshlaymiz. O'sha pilla qurtini o'rab bo'lgandan keyin bolaligimizni eslaymiz. Rosa ko'pchilik bolalar o'sha bo'g'irsoqni qidirishadi-da, to'g'rimi? Tayyorlangan bo'g'irsoqdan maqsad ana shunday chiroyli, katta-katta qilib o'rab berishni so'raladi. Shunaqa udim bor, demak, pilla qurtida. Qanchada o'rab bo'ladi? Qancha payt ana shunday yopig'liq turadi? Menimcha yaxshi to'yishiga bog'liq bo'lsa kerak. Yaxshilab to'ydirsangiz, nishon bergandan keyin bostirsangiz, 4 kun o'sha 5-kuni to'liq o'rab bo'ladi, pishiq bo'lib o'raladi. Agar havo past bo'lsa, yaxshi ovqat bermagan bo'lsangiz, bir haftaga ham ketishaveradi, yuqoriroq o'rab qo'yishadi, ya'ni puch bo'lib qoladi. Shuning uchun iloji boricha 6 mahal, 7 mahal barib berishga harakat qilyapmiz. U jarayon ham boshqacha, o'sha pilla qurti o'ralib bo'lgandan keyin uni terish jarayonlari ham boshqacha zavq beradi kishiga. Boshqacha, ammo hozir nevaralarim hammasi kutishyapti. Bu qachon terasiz, o'rtoqlarimizni olib kelamiz. Qo'ni qo'shnilarda aytamiz. U ham bitta bayramdek bo'lib o'tadi, Xudo xohlasa. Sizlarga ham taklif qilamiz. Xudo xohlasa kelamiz va biz ham o'sha jarayonda ishtirok etamiz. Bulardan 175 ta ayollar daftariga kiritilgan. Hozirgi kunda tadbirkorlik uchun kiritilgan 3 ta ayolimga tadbirkorligini yaratish uchun mablag'lar ajratildi, o'z ishlarini boshlashdi. Ishsiz ayollarga 15 setuydan yerlar ajratildi. Ular ham o'z ishlarini boshladi. Ekin maydonlariga ekinlarni ekib, hosilga taraddi qilishyapti. Va pensiya nafaqaga chiqqan ayollarimiz uchun shu qurt boqish mavsumida xonadonlarda qurt bo'lingan qurtlar boqishib yetishtirishyapti. Barcha oilalarimdagi ayollar barcha O'zbekiston ayollariga o'rnak bo'lsa bo'ladigan ishlarni ommalashtirishgan. Mana bugungi xonadonimiz egasi Usmonova Fatima opa juda ham ilg'or ayollarimizdan, barchaga namunali xonadon. Oilasida qurt yetishtiryapti, o'zi gullarga qiziqadi, issiqxonalari mavjud. Qolaversa, shu Guzar mahallamizda yaratilgan folklor jamoamizning a'zosi, rahbar ayoli. O'zi ko'p uzoq yillar davlat ishlarida ishlagan. Qolaversa qizlari, o'g'illari hammasi namunalik, ko'pchilikka namunalik qilib ko'rsatsak bo'ladigan xonadon. Bugungi jarayonda mana mehnatsevar inson xo'jayini bilan birgalikda oilada qurt yetishtirishyapti. Xudo xolasa planga erishamiz, plandan ham yuqoriroq darajaga yetamiz deb harakatni to'xtatishgani yo'q. Qo'shnimiz haqida gapiradigan bo'lsam, bir devor qo'shnimiz Fatima opam juda mehnatkash, hamma havas qiladigan, oilasiga, atrofiga, yaqinlariga, hammaga namuna bo'ladigan oila. Oilasi bilan san'atkorga, havasmand oila. Havas qilamiz ko'p jihatini. Mehnatsevar, san'atsevar, tashkilotchi, mahallamizda
hamma tashkil ishlarni shu ayol bajaradi. Havas qilamiz, o'xshaylik ham. Bir so'z bilan ta'rif berganda, mehnatdan baxt topgan oila, zavq topgan oila. Kam bo'lmasin, tanjoni sog' bo'lsin. Maqtaydigan ishlari juda ko'p, opam qatori. Ko'p narsani o'rgatgan. Uzum ulashlarni o'rgandik, atirgullarni yangi navini yaratishni o'rgandik. Ko'p narsa o'rganamiz. Shogird misolida ancha ilg'ormiz. Bu yonimizdagi odamlar ko'rsatuvi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.